Demak, men 32 ga chiqsam ham постоянно yiqilib yuraman. Bola ko'targuncha hali necha marta yiqiladi deb aytardik o'zimiz. Demak, men hali o'sish yoshidaman, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, lekin qaranglar, ishda ham bemalol yosh bolaga o'xshab qo'shiq aytib, konsert berib ishlashimdi. Bitta sherigim bilan ishlab qolardik, shunaqa grustni qo'shiqlar qo'yib, endi o'zini o'zi ayyab, o'ziga o'zi rahmi kelib, shunaqa siqilib ishlardi, yorilib ketay dedim-ku. Men постоянно aytaman-da, yig'lab keldik, kulib ketaylik deb. Bu 5 kunlik dunyoda. Birinchi zakazim admin bo'lib qoldi, Cholchani uyiga borishim kerak edi. Ikkinchi zakazimga erinibgina zo'rg'a kirib oldim. Lekin kirganimdan keyin 2 soat ichida shapalatib tashladim. Uyga kela solib 1 kilo guruchdan do'ppichidek oshchani qilaman deb harakatiga tushib ketdim. Birinchi o'rinda qozonni qizdirib go'shtni tashladim. Bugun bizda tovuq go'shti, chicken. Go'sht bilan piyoz qovurilguncha men sabzilarni to'g'rab tashladim. Sabzimiz ham o'zimga o'xshagan молодой sabzilardan. Ingredient: no'xat, zira, chesnok, ozgina murch soldimda, zirvagini solib qo'ydim. Qo'l kuysa, lekin gaz toza tursin. Shunaqa yoqtirmayman, moyli bo'lib tursa. Uyga kelishda meva olgan edim. O'shalarni hammasini xolodilnikka solib qo'ydim, chunki qizlarim ikkalasi ham repetitor bilan shug'ullanibdi. Tем более Aslzodaning dugonasi ham kelgan. Bizda uyda ovqatlanishni yaxshi ko'rar ekan u kishi. Stolni ustiga chiroyli qilib nakrivat qilib bergandi. Shahrizoda yo'q, ular kravatni ustida o'tirib yegisi kelibdi. Nima emish, har kuni sizlarnikida ujin qilsam maylimi deb qoldi. Bemalol kelaver deb aytdi. To'g'risi rosa xursand bo'laman biz uyimizga kelib birov yaxshi ko'rib ovqat yesa.